Agar ko'rinmas odam bo'lib qolsangiz nima qilasiz? Ana bankomatga tushib pullarni olasiz. Pul o'g'irlaysiz bankomatga kiraman. Mana bu Kenzi Golddan sizga shirinliklar. Mana bu sizga. Oling. Rahmat qilib ol qizim. Sizga bitta savolim bor. Bir kunda 100 ta shokolad yesangiz nima bo'ladi? Chiroyli. Siz og'riydimi? Sovg'a beraman. Ana. Ko'tarib olasizmi buni? Ichida shirinliklar bor. Faqat ko'p yeb qo'ymanglar, maylimi? Nima bo'ladi ko'p shokolad yesang? Yalayaptilar manimcha. Tishing og'riydimi? Tishim og'riydi. Qangi ekan? Bu sizga. Gapirmading. Birinchi iyun bolalar himoya qilish kuni bilan o'rgimchi odam bo'lib qolsa nima qilasiz? Nima qilasiz? Uyaldilar. Bu sizga o'yinchoq. Bir kunga ko'rinmas odam bo'lib qolsangiz nima qilasiz? Yordam so'rardim. Yordam so'raysiz nimaga? Ko'rinmas bo'lsa, umuman tuzatib bo'lmaydi-ku. Mayli. Mana bu Kenzi Gold kompaniyasi sizga shirinliklar. Hech nima qilmasdim. Siz ko'rinmayapsiz hech chiqatdi. Hamma narsa qilsangiz bo'ladi, nima qilasiz? Bilmayman. Bilmaysizmi? Mayli. Bu esa sizga sovg'a. Yaxshimisiz? Nechta tilda gapirishni bilasiz? Ikkita. Ikkita. Qaysi til ikkinchisi? Ingliz tili. Ingliz tilimi? Oh, wow, Shokolad nima deydi? Shokolad chokolad. Shokolad. Zo'r. wow. Bu sizga sovg'a. Multfilmlardagi eng yaxshi ko'rgan malikangiz kim? Malika. Rapunzel. Wow. Ammo sovg'a sizga. Rahmat. Mana bu ham sizga. Chiroyli malikalar. Malikalar yoqadi sizga. Siz ham o'zingiz ham malika ekansiz, chiroyli ekansiz. Bu Kenzi Golddan sizga shirinliklar. Bu o'yinchoq sizga. Kenguru sho'r.